Alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, bizga qo'yiladigan savollardan biri jaluzi pardasini yuvsa ham bo'ladimi yoki qanday yuvadi? Hozir biz sizlarga buni ko'rsatib o'tamiz. Hop, knopkasini bosamiz. Juda ham oson endi. Uy sharoitida oddiy plyonkani yerga solib, tekistirishga bizga kerak bo'ladi oddiy sochiqcha yoki gubka va gel kerak bo'ladi. Xohlasangiz oddiy shlemda yoki kaftiri bo'lsa kaftiri ham bo'ladi. Mana pardamizni yuvib quritib ham oldik, endi buni joyiga ilamiz. Mana pardamiz yangidek bo'ldi, ko'p yillar yana xizmatini qiladi.